Aytmoqchiman, muhtaram prezidentimiz madaniyat, san'at ahli hamda adabiyot, kino vakillariga bo'lgan e'tibori va madaniyat, san'atni qadrlash va uni qadriga yetish va shu bilan birgalikda madaniyat, san'at ahli uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib, hurmat, ehtirom bildirarki, shu kecha kunduzda mamlakatimizni har bir burchagida madaniyat, san'at ahli borki, ularni qalbida quvonch, ularni qalbida bugungi elu xalq oldida xizmatga shaylik turibdi. Bugun buni isbotini mana sizlar bilan birga baham ko'ramiz. Kuni kechagina Qashqadaryolik maqom jamoamiz, filarmoniya jamoamiz Toshkent Turkiston saroyida o'zlarini hisobot konsertini topshirib, juda ham chiroyli, katta shov-shuvga sabab bo'ladigan ajoyib san'atlarni namoyish ettiradi. Bugun Qarshi madaniyat ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari, o'qituvchilari tomonidan mana bu hisobot konserti aynan Odina masjidida bo'lishi, xuddi prezidentimiz har bittamizdan so'ragandek, xalqimiz bilan, xalqimizni qalbiga e'zoz, ehtirom ulashish maqsadida madaniyat, san'at ahli hammasi qamishdan bel bog'lagan. Bugungi yangi avlod, yangi O'zbekiston bunyodkori deb nomlangan mana shu konsert dasturida faqat elimizni, xalqimizni qadriyatlari mujassam. Chunki bugungi jonli ijroda siz xalqimizni, butunlay tariximizni va kelajagimizni asoslab beradigan ohanglarni, kuylarni va chiroyli qo'shiqlarni guvohi bo'lasiz. Fursatdan foydalanib, men hamkasblarimga omadlar tilayman, sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman. Hammangizga bayram muborak bo'lsin. Har kunimiz prezidentimiz kutgandek bayram, to'y, tomosha, milliy qadriyatlarimizni qadri bundan-da baland bo'lsin.